حكاية خير قد رويت للصفا في أثر الإحسان، وجد الإنسان بها سببا للخير بعون الإنسان، عملا تخلصه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله القائل. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: har bir inson qiyomat kunida odamlar orasida hukm qilinmagunicha o'z sadaqasining soyasida bo'ladi. Alloh taolo bu amalni o'zbek birodarlarimizning hasonatlar tarozisiga yozsin va qiyomat kunida Allohning soyasidan boshqa soya bo'lmaydigan kunda ularga soya qilsin. Alloh taoloning fazli bilan bugun seshanba 2026-yil aprel oyi. Hayotsevar o'zbek birodarlarimiz tomonidan taqdim qilingan naqd pullarni G'azo markazida ko'chirilgan, qayg'uga botgan va qiynalayotgan oilalarimizga tarqatamiz. Alloh taolo ihsonlaringizni hasonatlaringiz tarozisiga yozsin. Mol-dunyolaringiz va oilalaringizga baraka bersin hamda qilgan ihsonlaringizni sizlarga bir necha barobar qilib qaytarsin. Alhamdulillahi robbil alamin. والقلب وحيد بالشكوى، عملا تخلصه لله، لا ترجو أحدا إلا أن تصنع حلما لصغير يلتمس العلم ولا يقوى، وتشيد فصلا يأمره القرآن بأسباب التقوى، عملا تخلصه لله، لا ترجو أحدا إلا